erta milliy sertifikat testiga kirganda mana bunday arc sinus, arc cosinus, arc tangenslar tushib qolsa, voy deb qo'rqib qolmanglar. Bu juda oson. Mana undan oldin bitta qoida o'rgatib ketaman misolni ishlashdan oldin qaranglar. Arc sinus minus x bo'lsa, bu tog' funksiya minusni oldiga chiqarib yuboradida arc sinus x bo'lib qoladi. Xo'p, arc cosinus minus x bo'lsa, minusini oldiga mana bunday chiqarasizlar. P minus arc cosinus x deb. P minus arc cosinus x deb. Arc tangens ham tog' funksiya. Arc tangens minus x ni nima deymiz? Shunchaki minusini oldiga chiqarib arc tangens x deymiz. Ana endi arc tangens-chi? Arc tangens minus x xuddi arc cosinusga o'xshaydi-da, p minus arc tangens x bo'ladi. Endi qana bu yerda arc sinus minusni nima qiladi? Shuni oldiga chiqarib qo'yadi. Minus arc sinus ildizosida 3/2 plus arc tangens ildizosida 3/3. Endi o'rtoqlar, xo'p, juda ham oson. Sinus qachon ildizosida 3/2 teng degani? Sinus bu 60 gradusda ildizosida 3/2 teng. 60 gradusni biz p/3 deb yozib olishimiz kerak. Plus, xo'p, tangens qachon ildizosida 3/3 ga teng degani? Mana bu arc tangens ildizosida 3/3 degani. 30 gradusda p/6. Xo'p, mana bunga ikkitadan makhraj beramiz. Shunda minusdan p/6 degan javob chiqadi. A varianti belgilasangiz bo'ldi-da.